Rasululloh qanaqangi zot bo'lganlar? Alloh taolo hech qaysi payg'ambarga, hech qaysi bir insoniyatga aytmagan maqtovini payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdiki, "Va ma xalaqtul afloka." Ey Habibim, sizni yaratmaganimda edi, yer va osmonni ham yaratmas edim dedi-da Xudo taolo. Ana shundoq zot bo'lgan, rahmatan lil alamin, butun olamlarning quyoshi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni butun daraja yu martabalariga sazovor bo'lgan zot kunlardan birida hamma sahobalarni to'plab, "Ey sahobalar, bugun men sizlarga qasd bermoqchiman. Ya'ni qaysi birlaringni menda haqlaring bo'lsa avvalinglar, qasdlaring bo'lsa avvalinglar, urgan bo'lsam urib olinglar, so'kkan bo'lsam so'kib olinglar" deb 3 marotaba e'lon qilganlarida bir sahoba o'rnlaridan turgan ekanlar. "Ya Rasululloh,